9-sinf geometriya darsida quyidagi mavzuni o'rganamiz. Aylana uzunligi. Aylana uzunligi bu aylananing radiusi yoki diametri orqali aniqlanadi. Ushbu o'lchov kundalik hayotda ham keng qo'llanadi. Velosipedning g'ildiragi, soatning aylanasi yoki boshqa doiraviy shakllarni hisoblashda qo'llanilib kelinadi. Taqdimotimiz davomida biz aylana haqidagi tushunchalarni qarab o'tamiz. Aylana uzunligining asoslari. Teorema. Aylana uzunligining aylana diametriga nisbati aylananing radiusiga bog'liq emas. Ya'ni har qanday aylana uchun nisbat o'zgarmas sondir. Radius aylananing markazidan uning ixtiyoriy nuqtasigacha bo'lgan masofadir. Vatar aylananing ixtiyoriy ikki nuqtasini tutashtiruvchi kesma. Diametr aylana markazidan o'tuvchi eng katta vatar. Pi sonining ta'rifi va ahamiyati. Pi sonining ta'rifi va ahamiyati quyidagilardan iborat. Pi matematik doimiy son bo'lib, aylana uzunligi va doira yuzini hisoblashda qo'llanadi. Uning qiymati taxminan 3,14 ga yoki 22/7 ga teng. Aylana uzunligining formulasi quyidagilarda tashkil topadi. L teng 2πr yoki L teng pi ko'paytirilgan diametr. Aylana uzunligini, radiusni, diametrni va matematik doimiy sonni ifodalaydi. Aylana uzunligi formulasining hosil bo'lishini qarab chiqamiz. Aylana uzunligi aylana bo'ylab o'lchanadigan masofalarni bildiradi. Tajriba va kuzatishlar natijasida aylana uzunligining diametrga nisbati o'zgarmas son ekanligi aniqlangan. Bu son pi soni bilan aniqlanadi va diametr ikkita radiusga tengligini biz bu formula orqali ko'rishimiz mumkin. Aylana uzunligini amaliy hisoblash. Aylana uzunligi doira aylanasining uzunligi bo'lib, uni radius yoki diametr orqali hisoblash mumkin. Ya'ni 2πr yoki pi ko'paytirilgan d soni yordamida. Amaliyotda qo'llanishi velosiped g'ildiragini uzunligini aniqlash,